Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yurak ritmi bo'yicha mutaxassis shifokor aritmolog Jamshid Sodiqov. Do'stlar, bugungi mavzuyimiz yurak aritmiyalari haqida bo'ladi. O'zi aritmiya degani bu ritmni yo'qligi degani, ya'ni bir tekis urmasligi. Yurakda ham hayotdagi barcha narsalar kabi har bir a'zoda ham ritm bo'ladi, yurakda ham ritm bo'ladi. Ya'ni yurakda 4 ta kamera bo'ladi. Eslatib o'taman, tepada bo'lmachalar, pastda qorinchalar. Dastavval bo'lmachalar qisqaradi, so'ngra qorinchalar qisqaradi. Aynan shu ketma-ketlikda ishlash hisobiga qon bo'lmachalardan qorinchaga va yirik tomirlar bo'ylab bizni barcha a'zolarimizni qon bilan ta'minlaydi. Lekin e'tibor bering, yurak bu mushakli a'zo hisoblanadi va o'zi qisqarmaydi. Yurakni undan o'tadigan toklar, impulslar qo'zg'atadi va qisqartiradi. Aynan impuls ishlab chiqaradigan joy bu o'ng bo'lmachada joylashgan sinus tuguni deyiladi. Katta yoshdagi odamda o'rtacha 1 daqiqada 60 tadan 90 tagacha impuls ishlab chiqariladi. Aynan shu impuls ishlab chiqarilishi va uni keyinchalik yurak bo'ylab tarqalishini, buzilishlarini barcha turiga biz aritmiya deymiz. Aritmiya bu juda ham keng tushuncha. Shuni adashtirib yubormaslik kerak. Ko'pchilik bizning vatandoshlarimiz vrachga borib, kardiologga borib, men aritmiya bo'lib qolman deyiladi, lekin aritmiyaning bir qancha turlari bor. Shuni aniq belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Demak, yurak normadan chiqishi bu yurak aritmiyasi deyiladi. Aritmiyani birinchi turi bu yurakni sekin urishi, ya'ni bradikardiya. O'rtacha 60 tadan 90 tagacha qisqaradi dedik. Aynan yurak qisqarishlar sonini daqiqasiga 60 tadan kam qisqarishi yurakni sekin ishlashi, ya'ni bradikardiya deyiladi. Bradikardiya ham ikki xil bo'ladi. Bu birinchisi tug'ma, ikkinchisi esa orttirilgan. Tug'ma bradikardiya nima degani? Ya'ni inson tug'ilishi bilan o'sha homiladorlikdan keyin tug'ilishi zahoti uni yurak qisqarishlar soni o'zini vazniga nisbatan, yoshiga nisbatan kam bo'ladi. Bunday paytda ba'zi bir chaqaloqlarda og'ir hushdan ketishlar sodir bo'lishi mumkin, chunki bosh miyaga kam qon yetib boradi yurak sekin qisqargani hisobiga. Bunday paytlarda yurakka kardiostimulyator o'rnatiladi. Lekin ba'zi bir insonlarda ularda hech qanaqa belgilar bermaydi, simptomlar bermaydi, ya'ni ular bemalol tengqurlar bilan bir xilda aqliy va jismoniy jihatdan o'sib rivojlanadi. Demak, bu tug'ma bradikardiya turi. Ikkinchisi orttirilgan bradikardiya, ya'ni insonning hayoti davomida u yoki bu sababga ko'ra yurak urishlar soni kamayib ketishi bu orttirilgan bradikardiya deyiladi. Nimalardan so'ng sodir bo'lishi mumkin deb so'raydigan bo'lsangiz, masalan, birinchisi bu yurak urishini pasaytirib yuboradigan dori vositalarini qabul qilgandan so'ng yurak urishi kamayib ketishi mumkin. Qon yaxshi yetib kelmasligidan keyin, ayniqsa infarkt, yurak miokard infarkt kasalligidan keyin ko'pincha uchraydi va turli xil tashqaridan kiradigan zaharli moddalardan so'ng yurak ritmi tushib ketadi, ya'ni yurak qisqarishlar soni pasayib ketadi va organizmdagi ma'lum bir ichki zaharlanishlardan so'ng ham yurak qisqarishlar soni kamayib ketadi. Bularning hammasini orttirilgan bradikardiya deymiz. Orttirilgan bradikardiyalarni keyingi mavzularimizda batafsil to'xtalib o'tamiz. Sizlar bilan hamma savollarga javob berishimiz mumkin bo'ladi. Agar sizda savollar tug'iladigan bo'lsa, bu video davomida izohlarda qoldirib keting. Keyingi videolarimizda albatta buni inobatga olib, sizning savollaringizga javob berishga harakat qilaman. Xo'p, yurakni sekin urishi bradikardiya dedik. Ikkinchisi yurakni normadan tez urishi taxikardiya deyiladi. Taxikardiya bu, ya'ni 1 daqiqada 90 ta 100 tadan ko'p qisqarishiga taxikardiya deymiz. Aynan shu taxikardiyaning ham ikkita turi bor. Birinchisi bu fiziologik taxikardiya, ikkinchisi bu patologik taxikardiya. Buni oddiy xalq tilida tushuntirib beradigan bo'lsam, fiziologik taxikardiya ko'pchilikda uchraydi va bu norma hisoblanadi. Patologik taxikardiya bu kasallik yurak tez urishi, ya'ni bu bir kasallik hisoblanadi. Fiziologik taxikardiya nima degani? Inson ruhiy yoki jismoniy zo'riqish natijasida shoshadi va yuragi tez uradi. Masalan, kim bilandir tortishib qolsa, stressli vaziyatlarda, doimiy vahima ostida, ba'zi bir insonlarda tergov ostida yurgan insonlarda ham doimiy qo'rquv, vahima, titrov bo'lish hisobiga yurak tez uradi. Aynan shu ruhiy zo'riqishdan chiqqandan so'ng, inson dam olgandan so'ng yurak qisqarishlar soni normaga qaytadi. Yoki
jismoniy zo'riqishni olib qaraydigan bo'lsak, masalan, inson birorta bir sport bilan shug'ullansa, futbol o'ynagan paytda yurak tez uradi. Zinadan chiqqan paytda yurak tez uradi. Aynan boshqa sport turlarida ham sport mashg'ulotlari davomida yurak qisqarishlar soni ortadi. Chunki organizmga ko'p miqdorda kislorod kerak bo'ladi va yurak tez-tez qisqartirib hamma joyga kerakli kislorodni yetkazib bera oladi. Va ma'lum vaziyatdan so'ng inson dam olib bo'lgandan keyin yurak qisqarishlar soni normaga qaytadi. Agar sizda ham xuddi shunaqangi yurak tez urib ketishi bo'layotgan bo'lsa, bundan aslo vahimaga tushish kerak emas, qo'rqish kerak emas. Bu norma hisoblanadi. Eslatib o'taman, fiziologik taxikardiya bu normal yurak tez urishi hisoblanadi. Kasallik emas. Ikkinchi tez urishi patologik taxikardiya deyiladi. Patologik so'zi, ya'ni patologiya, kasallik degani, ya'ni ma'lum bir ruhiy yoki jismoniy zo'riqishdan so'ng yurak tez urib ketadi, lekin dam olgandan so'ng ham joyiga qaytmaydi yoki inson tinch holatda ham birdaniga yurak tez urib ketishi mumkin bo'ladi. Aynan bu taxikardiyalar ham ikkiga bo'linadi. Ya'ni bir tekis tez va tekis uradigan tartibli taxikardiyalar yoki birdaniga tez va palapartish, betartib urib ketadigan yurak tez urishi taxikardiyalarga bo'linadi. Agarda birdaniga tez urib ketayotgan bo'lsa va o'zidan, ya'ni to'xtashi, yurak ritmi tiklanishi birdaniga to'xtaydigan bo'lsa, bu paroksizmal taxikardiyalar deyiladi. Yurakda birdaniga tez urib, palapartish urib, ma'lum vaqt o'tgandan keyin yana to'xtashi, bu ham paroksizmal taxikardiya deyiladi, lekin u xilpiroq aritmiyaga ko'pincha xos bo'ladi. Eslatib o'taman, yurakni tez urishi taxikardiya deyiladi. Uni ham ikkita turi bor. Fiziologik normada uchrashi mumkin bo'lgan taxikardiya, ikkinchisi patologik taxikardiya, ya'ni kasallik taxikardiyasi hisoblanadi. Fiziologik taxikardiyani hech qanday davolash kerak emas. Patologik taxikardiyaga esa biz sizga yordam berishimiz mumkin, ya'ni aritmolog shifokoriga murojaat etishingiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari, yurakni sekin urishi, tez urishidan tashqari yurakni to'xtab ishlashi ham bor. Bunga biz ekstrasistoliya deymiz. Ya'ni ekstrasistoliyalar ham ikkiga bo'linadi. Birinchisi, agarda bo'lmachada joylashsa, bo'lmachalar ekstrasistoliyasi, qorinchada joylashsa, qorinchalar ekstrasistoliyasi deymiz. O'zi nima degani ekstrasistoliya? Masalan, biz uyni tomini yopmayapmiz, bizga ko'proq shifer kerak, ekstra shifer xohlaymiz. Qandaydir kiyim tikilayapti, shu mato kerak, ortiqcha matoni ekstra deymiz. Xuddi shunaqa yurakni qisqarishi ham sistola deyiladi. Ekstra sistola esa yurakni ko'p qisqarishi degani. Agar ekstra sistolani kelib chiqish joyi bo'lmachada joylashsa, bo'lmachalar ekstrasistoliyasi deymiz. Qorinchada joylashsa, qorinchalar ekstrasistoliyasi deymiz. Oldinroq ko'rsatib o'tganimizdek, dastavval bo'lmacha qisqaradi, so'ngra qorincha qisqaradi. Aynan shu ketma-ketlikni buzilishi hisobiga ekstrasistoliya kelib chiqadi. Bu quyidagicha namoyon bo'ladi. Ya'ni ortiqcha qisqarib turibdi bo'lmachalar yoki qorinchalar ekstrasistoliyasi bo'lsa, qorinchalar ko'proq qisqaradi. Xuddi shu tartibda bo'ladi. Ya'ni bo'lmacha va qorinchalar ekstrasistoliyasi. Uni ham ba'zi insonlar sezmaydi, ba'zi insonlar juda ham kuchli sezadi. Bu haqda keyingi videolarimizda sizga to'liq ma'lumot beramiz ekstrasistoliyalar haqida. Ekstrasistoliyalar ham turli xil organizmdagi tug'ma yoki orttirilgan kasalliklar, tashqaridan zaharlanishlar hisobiga, noto'g'ri moddalar iste'mol qilish hisobiga paydo bo'lishi mumkin bo'ladi. Demak, sizga yana eslatib o'taman, yurakni sekin urishi bradikardiya, yurakni tez urishi taxikardiya, yurakni to'xtab ishlashi ekstrasistoliya. Bularning hammasi aritmiyalar deyiladi. Demak, siz shifokorga borganingizdan so'ng aynan sizda aritmiyani qanday turi ekanligini aniq bilib olishingiz kerak bo'ladi. Va har bir aritmiyada, har bir insonda tashxislash, ya'ni diagnostika qilish va uni davolash ham individual tarzda har xil bo'ladi. Shuning uchun bu o'ylaymanki, bu video ham barchaga manfaatli bo'ladi. Xalqimizni tibbiy bilimini, madaniyatini oshirishga yordam beradi deb umid qilaman. Sizda savollar bo'lsa, eslatib o'taman, izohlarda yozib o'ting. Keyingi videolarda sizga javob berib o'tamiz. Va siz va yaqinlaringizda yurakni notekis urishi bo'layotgan bo'lsa,
biz sizga yordam berishimiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.